keldi demay, qanaqa tiplar bor? Birinchi tip. Xudoga shukr, bahor keldi. Ato charchab ketdim maktablardan. Ko'p yozuv. Uyga vazifa. Judayam qiyin bo'lib ketdi. Quyosh ko'rsatishtiryapti-ku, bu quyosh. Ikki keldi. Menga tarafi lekin o'zi yozgi kanikul keladi ekan. Maktabimga o'rtoqlarimni chaqirmayman. Sinfdoshlarim. To'rtinchi tip. Qanaqa to'rtinchi tip? Uchinchi tip. Xudoga shukr, o'zim. Bahor, qish. Qanaqa bahor? Kuz, qish. Qishda shunaqangi maktabga borish qiyin bo'ldi. Qor mamanda qor yog'adi. Xudoga shukr, bu 4-chorak. Mana. 4-tip. Xudo, yana 2 oy maktabga borish kerak. Nimaga o'zi maktab kerak? 10 metr o'tib ketdi. Hozir yozib bo'lgan metrolarda aylanib kelgan bo'lardim. Xudoga shukr, shunisiga ham rahmat. 2 oygina qolibdi maktab tugashiga. Maktab ham shunaqa bo'ladimi? Necha oy bo'lardi o'zi maktab? 4-chorakgacha bo'ladi-de, xullas. Necha oy bo'lsin bilmadim. 12 oy bo'ladi. Maktabga necha oy chiqishimni bilmayman. Chunki ikkichiman. Mazza bo'ldi-da endi. Qiyin. Nimaga 4-tip hozir o'zimni jinni dedi? O'zim jinni dedi 4-tip. Amay. Balki umumiy 4-tip. Osma, umumiy mana. Zo'rda. Mana ular yozgacha qurilib qolsa kerak. Yana bilmayman. Qolib ketadimi? Voy, samolyotmi? Chivinga o'xsharkan, lekin bu samolyot. To'g'ri, samolyot. Chivindesh samolyot. Agar yoz bo'lganda hozir Maldiviyalar turchi. Voy, kuchuk. Oltinchi tip endi. Nimaga endi bunaqa bo'lsa? Maktab yillari ketib qolmagan. To'g'risini aytsam, 6-tip reper.